Sodda o'zbegim, sodda o'zbegim mana buni qarab. Bu avto egar ekan. Shu narsaga aldanib, 10 ming so'mlik turadigan narsani millionga, necha millionga sotib olib aldanib yurib. Eng qizig'i, prostatit adenoma gemoroy kasalliklaridan shifo topganingizdan tashqari erkaklik quvvatingizni ko'tarib olasiz. Azizlarim, bemalol telefon qilib buyurtma bera olasizlar. Bu moslama menga tapdan tushib qoldi. Bir bemorim shot orasida travma bo'lib, qattiq narsa tegavergandan keyin travma bo'ladi-da. Prostata bezi og'riq kelib qoldi. Men oldim bu narsani. Qayta qilmang, shuni oqibatda bu kasallik kelib chiqdi deb. Umuman olganda shu taxtani soatlab mashinangizga yoki chotingiz orasiga qo'yib yursangiz, bu taxta sizni prostata bezi adenomasidan, jinsiy zaiflikdan, gemoroydan, varikozdan, hamma narsadan tuzatib yuborar ekan. Do'stlar, 21-asrda yashayapmiz. Qo'ying, bu taxta, bu qattiq narsa, bu limfa drenaj emas. Bu prostata bezini masaj qiluvchi xususiyati yo'q bu narsani. Xudo xayringizni bergur. Bu qattiq narsani chotta orasiga soatlab qo'yib bo'lmaydi. Agar sizda muammo bormi, qon aylanishi bilan muammo bormi, 21-asr. Xudo xayringizni bergur, velosiped haydang. Bir tibbiyot maskaniga borib, fizioterapiya oling, yaxshi bo'lasiz. Masaj ot haydang. Bu narsa tuzatib bermaydi. Sizda muammo bormi? Voy, shifokorga boring. Sizga dori yozib, yo to'g'ri narsani tushuntirsin, bunaqa narsalarga, bunaqa marketinglarga aldanmang. Bu taxta masaj qilib beradigan narsa emas. O'zingizni o'zingiz aldab nima qilasiz? Bunaqa narsalarga ishonmanglar.